1924 8 ayının 14 günü yerim keçide Abduqodir Domollam sirliq suiqasd bilan o'ldirilgandan keyin Qashqa vaziyati birdanla jiddiylashib ketdi. Bu xabar chaqmoq tezligida atrofga tarqaldi. Hatto chegara halqib, qo'shni O'rta Osiyo tuproqlariga, shundoqla Himolaya tog'ining u tarafidagi Hindistongacha pur ketdi. Davolg'ib turgan vaziyatni tinchitish uchun Qashqa dotiyi Abduqodir Domollamning yaqin sabdoshlari, ishonchlik toliblari va Qashqadagi qalbi o'yg'oq sarxillarni turkumlab qo'lga oldi. Ularning bir qismi yoshirincha Toshkent, Anjon, Qoraqo'l qatorliq O'rta Osiyo shaharlariga, bir qismi G'ulja, Cho'chak qatorliq Tangri shimoldagi shaharlarga, yana bir qismi Shanxay, Tianjin qatorliq Xitoyning ichki joylariga qochib berib jon saqlaydi. Türkiye Egey Üniversitesi Türk Dünyası Tədqiqat İnstitutunun professori Olimjon Inoyat əpəndining ta'kidlashicha, Abduqodir Domollamning Hindistonda o'qiyotgan o'g'li Abdul Aziz Mahsum bu xabarni olgandan keyin darhol vatanga qaytib kelgan va dadasining qotillarini jazolab berishni talab qilib, taraf-tarafga arz sungan. Abdülkadir Damollam qatl qilingandan keyin Hindistonda o'qiyotgan o'g'li Abdulaziz Mahsum darhol o'qishni to'xtatib Qashqarga kelgan va dadasining haqiqiy qotilini surishtirgan. Aslida Abdulkadir Damollamning qotili Ahmad Mazin edi. Bu jinoyatni o'zimi iqror qilgan. Lekin hukumat qotilni jazolashda jiddiy pozitsiya tutmagan. Abdulkadir Damollamning qatli qilinganligi shu Qashqarda bir ijtimoiy davolg'ish paydo qilgan va bundan cho'chigan hukumat xalqning talabiga asosan shu noiloj Ahmad Mazinni qo'lga olib Urumchiga yo'llab bergan. Amerikadagi yosh Uyg'ur bilim odamlaridan Taron Uyg'ur apandimi o'zi ko'rgan tarixiy manbalar asosida Abduqodir Domollam o'ldirilgandan keyingi Qashqa vaziyati hamda Abduqodir Domollamning o'g'li Abdul Aziz Mahsumning dadasi uchun elib borgan arz shikoyatlari haqida ma'lumot berdi. Abduqodir Domollamninki o'limidan keyingi qotilni surishtirish jarayoni va shunga munosabatlik da'vo dasturlari haqida marhum yozuvchi Botir Ro'zi Abduqodir Domollam nomli kitobchisida nihoyatda muhim uchurlarni berib o'tgan. Ya'ni Abduqodir Domollam qasdga uchirgan chog'da Hindistonda o'qiyotgan o'g'li Abdulaziz Mahsum nihoyatda tezlikda Qashqarga qaytib kelgan, shundaqla dadasininki qotilni surishtirish hukumatdan qotilni jazolash haqida o'ziniki da'vo dasturlarini boshlab o'tgan. To'liq afsuski qotil qo'lga tushib bo'lgan bir vaqtda qotilni jazolashga butunlay qurbati yetadigan bir holatda turibmi, hukumat bu diloni qasddan orqaga surib Ahmad Mazindan iborat bu qotilni jazolashni kechiktirgan, shundaqla oxiri mas'uliyatdan butunlay qochish uchun qotilni temir qabazga solab Urumchiga avatib o'tgan. Abdulaziz Mahsumning Qashqada shuncha uzun davomlashtirgan da'vo dasturlari hech qancha unum bermaydi. Pərdə arqasındakı kuchlarning planlashi bilan Abduqodir Domollamni pichoqlab o'ldirgan qotil Ahmad Mazin Qashqa dotiyi tarafidan qafasga selinib Urumchiga avatib berildi. Abdul Aziz Mahsum orqasidan top besib Urumchiga bordi va Yangzangshinga bevosita arsunib dadasining oshkora va pərdə orqasidagi qotillarni jazolab berishni talab qildi. Professor Olimjon Inoyatning ta'kidlashicha, Abduqodir Domollamga qilingan bu suiqasdning beshida siyosiy sehrigar Yangzangshin turg'ashqa Abdul Aziz Mahsumning shuncha uzun mazgil davomlashtirgan arz shikoyatining biror amaliy unumga erishishi mumkin emas edi. Abdulaziz Mahsum Urumchiga berib, Yangzangshindan haqiqiy qotillarni tepib jazolab berishni talab qilganda, Yangzangshin hukumati qotilni jazolab berish u yoqda tursin, Ahmad Mazinni turmadan qo'yib bergan. Yangzangshin Abdulaziz Mahsumning talabini qamdira olmaydi albatta. Chunki haqiqiy qotil Ahmad Mazin emas, bevosita Yangzangshin va uning yerlik chaparman va qo'lchamoqchilari edi. Xabar Temir bergan bir ma'lumotga qaraganda, Abdulaziz Mahsum haqiqiy jinoyatchini va qotillarni surishtirganligi uchun 40 yil turmada yotgan. Bu ahvol Abduqodir Domollamning jamiyatdagi uyg'onishining Xitoy hokimiyatini qanchalik cho'chitayotganligini va qo'rqitayotganligini ko'rsatdi. Ko'tarilayotgan bu to'lqinni to'sish uchun qanchalik qabih, vahshiy va xoincha tadbirlarni qo'llanganligini ko'rsatib berdi. Taron Uyg'urning ilgari surishicha, militarist Yangzangshin bu deloni vaqtincha besib turish uchun Ahmad Mazinni hapsiga olgan bo'lsa-mu, ammo pərdə orqasidagi yoshurun suiqasdchilarni aslo oshkora qilmaydi. Abdul Aziz Mahsumning da'vo dasturi yillarcha so'zilib, bu deloning oxiri chiqmaydi.
Texmo afsuslanarligi shuki, yillar o'tib bu deloning shavqullari pastgo'yga tushganda, boshqalar tarafidan yollangan qotil Ahmad Mazin hapsidan qo'yib berildi va Urumchi ko'chalarida lag'aylab yurdi. Albatta, o'zininki haq davosida oxirigacha ching turgan Abdulaziz Mahsummi oradan uzun o'tmayla Urumchida paydo bo'ldi. Shundaqla ayni chog'dagi Sharq Turkistonni mustamlika qiluvchi hokimiyatniki beshi bo'lgan Yang Zhengxinga bevosita arz sunib, qotilni qattiq jazolashni talab qiladi. Abdulaziz Mahsum o'zininki haqiqiy qotilni deb chiqib jazolash, shundaqla bu ishdagi oq teriklarni ham surishtirib chiqishdan iborat bu haq davosida oxirigacha ching turdi. To'lim afsuski, natijada bu deloninki oyog'i chiqmaydi. Dal buning aksicha qotilligi oldindan isbotlangan ham o'zim ixro bo'lgan bir qotil mustamlikachi hokimiyat tarafidan bir mazgil o'tgandan keyin xufgan holda Urumchining ko'chalarida erkin harakat qilishga qo'yib berildi. Agar bu jinoyatchi vaqtincha jinoiy jazodan qutulgani bilan xalq orasiga kirgandan keyin xalqninki ahonatlari, shundaqla ayblashlari, haqoratlardan hech qachon qochib qutulolmaydi. Natijada o'zi o'tkazgan shu vahshiyona qotillikniki jazosi sifatida Urumchining ko'chalarida nihoyat sharmanda bir shaklda o'lib qoldi. Shunda qilib 20-asrning boshlarida Abduqodir Domollam boshchiligida Qashqarda maydonga kelgan bir mazgillik yangi ma'rifchilik harakati, ijtimoiy islohot va milliy uyg'unish to'lqini Abduqodir Domollamning o'limidan keyin pastgo'yga yuzlandi. Taran Uyg'urning askartishicha Abduqodir Domollamga qilingan bu sirliq suiqasd Sharqi Turkistonning janubiy viloyatlaridagi milliy uyg'unish harakatiga kuchli zarba bo'ldi. Shuningdan keyingi bir qancha yillar davomida Qashqarni markaz qilgan Uyg'ur jamiyatida bir mazgillik buruqtumliq, tushkunlik va ma'naviy bo'shliq hukm surdi. Abduqodir Domollam boshchiligida maydonga kelgan ijtimoiy, siyosiy, shunaqla ma'rif sohasidagi bir qator islohotlar, hatto bir maydon milliy uyg'unish inqilobi ayni chog'da Qashqarni markaz qilgan janub viloyatlarida bir mazgil xalqni uyg'otish, milliy ingni ko'tarish, to'g'ri diniy aqida turg'izish, jaholatdan qutulish jihatda belgilik natijalarga erishgan bo'lsa-mu, Abduqodir Domollamdek bir yo'lboshchininki suiqasd bilan bu dunyodan ketishi, shunaqla shunga ergashib kelgan bir qator musibatlik voqealar sababidan bu bir maydon inqilobninki davomlashishi, shundaqla o'z ta'sirini saqlab qolishi intayin zo'r bir zarbaga uchirdi. Mazkur harakatninki boshdan oxir qo'llag'uvchisi bo'lgan, shundaqla moddiy va ma'naviy jihatdan himoyachisi bo'lgan Musobaylar jamiyatininki munavvar farzandlaridan Bovdunboy va Husaynboylar ilgari oxir bo'lib 1926-yili va 28-yili oqoqidan vafot etib ketdi. Mustamlikachi hokimiyatma Abduqodir Domollamninki vafotini g'animat fursat bilib, Abduqodir Domollamninki shogirdlari shundaqla uning tarbiyasiga muyassar bo'lgan, uningki ideyalariga varislik qilayotgan bir turkum yosh ziyolilarni oqoqidan qo'lga olib jazoladi. Natijada boshlamchisiz, shundaqla himoyachisiz qolgan va intayin aktiv bir turkum a'zolaridan ayrilgan bu milliy uyg'unish harakati bir mazgil pastgo'yga tushishga, shundaqla bir mazgillik uzukchilikni peshdan kechirishga majbur qildi. Darvaqa Abduqodir Domollamning vaqtsiz o'limidan keyingi 5-6 yillik siyosiy buruqtumliq va ma'naviy bo'shliq Sharqi Turkistonda texmi zo'r bir maydon milliy inqilobning portlashiga zamin hozirlamoqda edi. Professor Olimjon Inoyat apandi Abduqodir Domollamdan iborat bu buyuk mash'al ko'targuchining hayoti bilan to'lagan badallarining 1930-yillarning boshlaridagi Qumul inqilobining portlashiga ma'naviy asos yaratganligi va 1933-yili Qashqarda Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyatining qurilishi bilan natijalanganligini ta'kidlaydi. Abduqodir Domollam 1924-yili qatl qilingan edi. Shu vaqtdan 1930-yilgacha Uyg'ur jamiyatida jiddiy bir ijtimoiy harakat ko'rilmadi. Arada 6-7 yillik bir bo'shliq nima uchun jamiyat jimjitlik va g'aflat ichida qoldi? Buni ikki xil analiz qilishga bo'ladi deb o'ylayman. Birinchisi, Uyg'ur jamiyati Abduqodir Domollamdek chiroqdan, mash'aldan, yo'l ko'rsatkichi va yo'l boshlovchidan ayrilib qoldi. Ikkinchidan, Yang Zhengxin Abduqodir Domollamni qatl qilish orqali ziyolilarni qo'rqitish maqsadiga yetgan bo'ldi. Ziyolilar bu voqeadan keyin bir mazgil ün-tinsiz bo'lib ketdi. Lekin qo'rqish va jim turib o'lishning texmi cho'ng falokatlarga sabab bo'ladiganligini tunib yetib, Qumul inqilobining natijasida 1933-yili Qashqarda Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini qurib chiqdi. Abduqodir Domollam tergan shu urug' tunji mevasini bergan bo'ldi. Qadrli radio anglag'uchilar, yuqorida Abduqodir Domollamning hayoti va kurash yo'liga bag'ishlangan maxsus radio programmasining 19-qismini angladinglar.
Bu vaqtdagi anlatışımızning oxiri davomliq diqqatinglarda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi.